Ko'p samarqandliklar Samarqanddan ko'chib ketadi. Endi ko'p emas, aksariyat. Amerikaga, boshqa Yevropa davlatlariga, Rossiya, asosan Amerikaga. Nimaga sizlar Amerikaga ko'chib ketmagansizlar? O'zbekistonga hech joy tenglamayman. Qaysi davlatni hech marta davlatga borib kelgan bo'lsam, men O'zbekistonga hech birontasini tenglamayman. Shu tug'ilib o'sgan yurtim. Ikkinchidan bular juda ko'p green cardda o'ynaymiz, ketamiz deganda men aytganmanki, sizlarga bolam tug'ilib o'sgan yurting Amerika. Shu Amerikani shu yerda yaratish mumkin. Nima xohlasang o'sha narsani shu yerda qilish mumkin deb bir necha bor aytganman. Siz to'xtatib qo'ygansiz hozir aytganda. Aytgan shu yerda yaratish kerak o'sha Amerikani. Nima qilasan ota-onangdan uzoq yurtga borib, u yerda xizmat qilaman, u yerda yashayman dedim. O'sha joyimiz jannat-ku, 4 ta fasl qayerda bor deb nimalar qilganman. Hozir mana tushunyaptilar nimaga unaqa. Endi kichkinalar hozir Amerika desa birdan eshitmaydi ham, nima ham qilmaydi-ku. Shu yerda yaratishimiz kerak. O sho'x bo'lganlarmi yoshlikda? Juda ham sho'x bo'lgan. Chunki o'zim sho'x bo'lganman-da. Juda ham sho'x bo'lgan. Eng ko'p tayoq yegani shu.